19 oktyabr Indiana shtatidan kelgan Cumhuriyetçiler Partiyasining Kengash palata a'zosi Todd Young va Virginia shtatidagi Tim Kaine Rim katolik Rim papasi Fransiska birlashma xat avatib, Vatikan papasini Xitoyning dinlarga ziyonkashlik qilish va kishilik huquq tafsandichiligini, bo'libmi Sharq Turkistondagi Uyg'ur musulmonlarining Xitoy Kompartiyasi tarafidan ziyonkashlik uchirganligini ayblashga chaqirdi. Ikki Kengash palata a'zosi papaga yozgan ochiq xatida uzun yillardan buyon Xitoy Kompartiyasi Sharq Turkistondagi Uyg'ur aholilariga qaratilgan umumiy terrorlik harakatlarini boshladi. Necha million Uyg'ur musulmonlarining kishilik huquqi atalmış qayta tarbiyalash lagerida so'zligili bo'lmaydigan daxli tarzga uchirdi. Ularning chet eldagi tuqqanlari hech qanday javob va qo'llashga erishmadi. Xitoy Kompartiyasi Uyg'ur ayollarini majburiy bola tushirish, homildorlikdan saqlanish tadbirlarini qo'llanib, Sharq Turkistondagi tug'ish nisbatini 24% tövallatgan. Bu mutaxassislarning nopusning yo'qolishi deb tasvirlaganlarning bir qismi. Xalqaro jamiyat qulluq va majburiyat emgakini yo'qotishga urinayotganda, Sharq Turkistonda bu odatlar ijtimoiy kontrol va iqtisodiy ilgirlash quroli sifatida ishlatilmoqda. Bu xil sistemalik izchil adolatsizlik va kishilik huquqi daxli taruz qilmish, e'tiqod va madaniyat odatini oshqo'llik va terrorlik bilan bog'laydigan qonun ramkasi ostida yuz bermoqda. Qisqasi, Xitoy Kompartiyasi so'z, madaniyat va diniy e'tiqod huquqiga qarshi urush etmoqda deganlarni bayon qilgan. Vatikan hozir Xitoy Kompartiyasi bilan episkoplarni tayinlash to'g'risidagi 2 yillik vaqtlik kelishimni uzartish to'g'risida suhbatlashmoqda. Amerika hukumati Vatikan bilan Xitoy Kompartiyasi episkoplarni tayinlash kelishimini uzartish suhbatini tanqidlab, Xitoy Kompartiyasining dinlarga ziyonkashlik qilganligini ayblashga, xuddi ilgari dunyoning har qaysi joylarida erkinlikni talab qilganga o'xshash, Xitoy kommunistik hukumatining dinga ziyonkashlik qilganligini, jumladan Uyg'ur musulmonlari qilingan zulmni ayblashga chaqirdi.